Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada sıra hazır olacak. Washington'da sözleyimiz. Bugünkü islahış kimen 22. yıl 12. ayının 2. günü hürmetli vatandaş. Hazır vaziyet doğrusudur. Sizlerge xulası şekilde bir işkeğiz gep kılsak. Mesela biz şu 9. ayladı mı? Şundak dedik. Hindistan Cumhuriyeti çigrasıda Amerika Koşmuş Ştatları bilen Hindistan iki devlet harbiy manevri ötküzüdü. 10. ayda ötküzüdü dedik. Bu manevr 10. ayda ötküzülmedi. 11. ayının 15. günüden başlanıp bu manevr 30. güne ahırlaştı. Demek Hindistan Cumhuriyeti çigrasıda Amerika Koşmuş Ştatları armiyası Hindistan armiyasıyla birleşip manevr ötküzdü. Çünkü narazılık bildirdi. İkinci vaziyet müşebüğüne teşkil belki bugünlerde Angliya parlamenti Töven Palatası vekillerimizi Tayvan'ı ziyaret kıldığan oldu. Onun için üçüncü avan Amerika Koşmuş Ştatları Devlet İşler Katibi Antony Blinken Romanya'da Budapeşt'te NATO'ga a'zo devletler Tashqi ishlar ministrlari yig'ini qatnashayotganda muxbir ziyorat qilib, Jungudagi vaziyat yoki namoyishchilar vaziyati to'g'risida savol qo'yganda dediki, agar Jungo bu namoyishchilarni bostiradigan bo'lsa, o chaqda Amerika Jungo munosabatiga agar zahmat elib keladi ham bu bir acizlikning belgisi bo'lib qoladi deb ko'rsatdi vatandoshlar. Ondan keyin Amerika Qo'shma Shtatlar hukumati kechiringlar, davlati va bu davlatning davlat majlisi Kengash palatasida 42 nafar senator birlikda imzoli xat yozib, Jungoning vaziyati va Jungudagi namoyishchilar to'g'risida agar Jungo bu namoyishni bostiradigan bo'lsa, Amerika Jungo munosabatiga daz ketadi. Munosabat zaiflashadi degan mazmunda xat yozib, bu xatni Jungoning Washingtonda turishdoq bosh elchisi Chinganga yo'llab berdi vatandoshlar. Anda yana bir xabar Dungullatin Fransiya prezidenti Macron Aqsaroyda prezident Joe Biden bilan suhbat o'tkazdi. Suhbatda ishga tema birinchisi Tayvan temasi, Tayvan mavzusi, ikkinchisi kishilik huquq vatandoshi. Bugungi vaziyat mana shu. Anda bu vaziyatga munosabatlik tuniga radioda ko'rdik. Amerika Qo'shma Shtatlar Avam palata boshlig'i Nancy Pelosi xonim Uyg'urlar to'g'risida shundoq dediki, hozir Xitoy hukumatining Uyg'urlar qaratgan siyosati shuncha vahshiylashdi va shuncha yovvoylashdi. Biz Uyg'ur siyosat qonunini qayta qarab chiqib, ma'qullashni qo'lga keltiramiz, dedi vatandoshim. Vaziyat mana shu yerdan shu yergacha. Endi sizlarga bugun yetkazganimiz mana endi Amerika Qo'shma Shtatlar Kengash palatasi 42 nafar senator ogohlantirib, Jungo namoyishchilarni zo'ravonlik bilan bostirma deb ko'rsatdi. Mavzuli xabar 12 ayning 2 kuni Amerika ovozining Xitoy tel programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Amerika Davlat Majlisi Demokratlar Partiyasi mansublari bilan Cumhuriyetçiler Partiyasi mansublari jami 42 nafar senator 12 ayning 1 kuni payshanba Jungo hukumatini ogohlantirib, davlat ichida norozilik namoyish elib berayotgan namoyishchilarni zo'ravonlik bilan bostirma. Agar bostiradigan bo'lsang, Amerika Jungo munosabati intayin zo'r ziyonga uchraydi deb ko'rsatdi. Demokratlar Partiyasi mansubi senatori Jeb Merkli va Cumhuriyetçiler Partiyasi mansubi senatori Michael McConnell
Senator Dan Sullivan ve Senator Ted Young başlamçı bulup, 42 nefer senator Cungo'nun Washington'da turuşluq baş elçisi Çin Gang'ı xat yazıp, yazgan xetide mundaq ko'rsatdi. Biz hazır Cungo'da yüz berip atkan namoyish hareketlerine yaqindan diqqat qilyapmiz. Senatorlar yazgan xetide mundaq ko'rsatdi. Biz hem Cungo Kompartiyasının bu namoyish hareketlerine qandaq inkas qaytaradiganligiga yaqindan diqqat qilamiz. Hem mundaq ko'rsatdi. 1989 yıl norozilik namoyish elib borgan o'quvchilar ne zo'ravonlik bilan bostirib Cungo hukumati anglashlarga qaraganda bir necha yuz, hatto bir necha ming odamning o'lishini keltirib chiqardi. Xatda mundaq ko'rsatildi. Biz qattiq so'zlar bilan Cungo Kompartiyasini ogohlantiramizki, erkinlik uchun namoyish qilayotgan, balki tinch yo'l bilan namoyish qilayotgan grajdanlarni bostirma. Agar bostiradigan bo'lsang, biz shunday hisoblaymizki, Amerika Cungo munosabatiga eg'ar oqibat elib keladi. Ve Amerika Cungo munosabatiga intayin zo'r zarar yetkazadi. Yaqinda bir necha kundan beri butun Cungoda dünya bo'yicha eng qattiq qamal qilish tadbirlariga qarshi namoyish ko'tarildi. Bu namoyish Cungoning rahbari Xi Jinping 2012-yili taxtga chiqqandan beriki misli ko'rilib boqmagan ochiq oshkora qarshilik ko'rsatish deb qaraldi. O'tgan yil Amerika, Yevropa ittifoqi, Angliya, Kanada, Xinjiang rayonida mustamlik Uyg'uristonda kishilik huquqqa tajovuz qilgan Cungo amaldorlariga embargo yurgizgan edi. Washington Cungo hukumatining bostirish harakatlarini musulmon asalliq millatlarga qaratgan, yani Uyg'urlarga qartilgan bostirishlarni erek yo'qotish siyosati deb qaraydi.